Assalomu alaykum yurtdoshlar. 11-iyun hafta kuniga chorshanba Chiroqchi mashina bozoriga biz yetib keldik syomka qilish uchun. Birinchi qism Nexia 1, Nexia 2 lardan bo'ladi. Agar videomizda kamchilik, xatolar bo'lsa, oldindan uzun so'raymiz. Biz kanalga o'tib obuna bo'lib qo'yinglar akalar. Bitta like tugmasini bosib qo'yasiz. Agar videomizda kamchilik, xatolar bo'lsa, oldindan uzun so'raymiz. Birinchi qismimiz Nexia 1, Nexia 2 lardan bo'ladi. Chiroqchi mashinalar rosa ko'p kirgan. Qo'ldan kelgancha oldimizdan chiqqan mashinalarni ham ko'ramiz. Shu Mokri Nexia 2 dan boshlaymiz biz syomkamizni. 2015 Lux diskansioner ekan. Balonlari yangi. Qo'ltiq holatlari yaxshi turibdi, lekin qo'ltiq holatlar. Metani bor ekan. Kechatagan oldilar. Zo'r turibdi ekan lekin mashina. Razmerlari zo'r turibdi. Balonlari yangi ekan. İçki holatlari. Qimmat akamiz qimmat chexollarni taqib qo'yibdi ekan. Chexollar ham qimmatdan taqib qo'yibdi ekan. Ivakor polik qilingan ekan. Akamiz telefon raqamlari 88lik 618 1011 66 milyon bo'lsa beraman deyapti. Dollarga 5000 dollarga, so'mga 66 million so'm bo'lsa beraman deyapti. 2015 Lux diskansioner. Kraskalari, eshiklarida, krillolari petnosi bor deyapti. Unda udari yo'q deyapti. Motor korobkada umuman ishi yo'q deyapti. 180 ming yurgan probik. Xullas umuman ishi yo'q deyapti. Hadovoy, motor, balon hamma ishi zo'r deyapti. Chiroqchi mashinasi. 88lik 618 1011 66 million so'mga 5000 dollarga. Navbatdagi mashinamiz Nexia 1. Assalomu alaykum. Charchamayapsiz. Sog'ligingiz yaxshimi? Ishingiz zo'rmi? 2004 da ishlab chiqarilgan Nexia 1. Akamiz oldi orqa pechat deyapti. Lasit rollar qo'yilgan. Chexol qimmatdan qo'yilgan ekan. Lasiti bar, polik. Metani bor ekan. Orqada holatlari. Razmerlar zo'r turibdi. 43 million bo'lsa beraman deb akamiz. 43 million so'mga beraman deyapti. 88lik 618 1011 43 million so'mga beraman deyapti akamiz. Yurgani Nexia 2 tabla qo'yilgan ekan. Sons Lux diskansioner. Qo'ltiq holatlari yaxshi turibdi. Qo'ltiq holatlari. 88lik 618 1011 43 million so'm beraman deyapti. 2004 yil. Chiroqchi mashina bozoridan akalar. Nexia 2 yil nechik? Boshliq yil nechik? Assalomu alaykum. Yil 13. 2013 16 Prosto ekan lekin bu. Metan bor ekan. Qo'ltiq holatlar. Akamizdan pulni so'raymiz, qaymoq rang ekanlik. Metan bor ekan. Oski holatlari mana. ...2013 Prosto ekan aka. Chexol polik qilingan ekan. Polik qimmat to'shalgan ekan. Bu necha pul bo'lsa beramiz aka? Naqd pulga. Aha. 65 deyapman. Yo, bo'lishini aytsangiz telefon qilishalik YouTube'dan. Bo'lishi kerak. 50 lik bo'ladi. Ya, 50 bermaydi. Qayerga mashinasi? Kraskasi. Kraska yo'q. Telefon raqam? 91 211 77 27. Bo'ldi. Yakka mashinasida. Yurgan qancha edi?
3 kunlik yurgan kraskasi родной. 50 so'radik. 50 dan ostida beraman dedi akamiz. Buyurma telefon qilaverasiz. Tava yeli necha ekan Nexia 1'da? Boshliq necha ekan yeli? Nexia 2'ni. Aka? 2009. 2009 Nexia 2000. Chiroqchi mashina bozorda. Ko'ring aka. 15 ballonda turibdi. Metan bor ekan. Bu asti. Mana orqalar pechat turibdi. Onlarda pechat. Ikkita eshigi o'zini Aha. pastiga sepilgan. Molding tagiga sepilgan. Tagi sepilgan. Bo'lgan joy toza. Toza. Holatlari. Motor qilingan. Qancha yurgan? Halol probeg 370. 370 ming yurgan. 1.6 lyuks konditsioner. 2009 yilda turibdi, konditsioneri bor. Qo'ltiq holatlari yaxshi turibdi. Metan bor ekan. Halollarni ko'rsatadi. Bu necha pulga beramiz aka? Naq pulga ayting. Naq pulgami? Aha. 55 deyamiz aka. Aha. 50 bo'lsa olib ketsin. 50 bo'lsa 50 dan kam bitmaydi. bo'ldi. Qayer mashinasi? Kitobniki. Kitobni mashinasi. Telefon raqam? 91 Aha. 455 1087. Bo'ldi. Faqat shu Molding tagida kraskasi bor. Qolgan joylarda pechat aka. Motor, korobka. Motor aka qilingan, hali 15 ming yurgan bo'lsa. Aha. Avtoli ham bir marta almashdi. Aha. To'rtta balon hali 10 ming yurgan yo'q. Hadoylar 0. Polda shumka bo'lgan aka mashina. Tomigacha shumka. 30 million pulim bor aka. Qolgan bir oy 2 oy kutamiz. Naq bo'lsa. Naq pulga. Bo'ldi aka. Telefon raqamini aytdik. Savdoyingiz bersin. Akamiz aytayapti 50 million bo'lsa naqqa beraman deyapti. Shu faqat Molding tagida kraskasi bor. Qolgan joy toza deyapti. Nexia 1 yil necha ekan aka? Osiyo bozori 70. Sizdanmi? Chiqardi. Nexia 1 yil necha ekan aka? 2002. 2002? 2002 yilda ishlab chiqarilgan Nexia 1 stanoy qora bufer. Sonus metanlari bor ekan. Qo'lt holatlari. Yomon emas mashina. Akamiz ochib qo'yibdi mana. $2002 bu nechi pul deyapmiz aka? 48 sotilishi nechi pul? Kelishamizda. 30 bo'ladimi? Yo'q. Nechi pul? Kelishamiz. Yo'q, sotishi esa shunga qarab telefon qiladi. Sizda ham vaqtingiz ketmaydi, oluvchini. Birdan o'tib beramiz. Nechi pul o'tib berasiz? 45 bo'lar. Kraska? Kraska endi chaqirishqa bor. Chaqa chuqa deganda nechi foiz? 10-15%. 20% degan. 20% kraskasi bor. Suyagi butun. Ha, suyak. Qayer mashinasi? Ko'rdalarimiz. Ko'ydalarning mashinasi. Balonlar yangi. Yangi balonlar. Motor, korobkada ishi yo'q. 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 Telefon raqam? 93lik 209 0612. Bo'ldi. Takimi tomonmi yo'q? Yo'q. Ichki holatlar. Yo'llar mana shu. O'zingiz aka? Bu yerda. Aha, ayting. Shadam? Nexia kashf qila qo'yilgan. Yo'q. Bu tomondami? Qarang. Ha, sherdami? Shumi? Olish kerak, minish kerak. Buni, bu zo'r mashina aka. Bu zo'r mashina. Yili? Bunga yetadigan mashina yo'q aka. 2009 mi? YouTube'da ko'rinib qolayapti o'zlari. Ayting mana. Molladamiz bor, kelingizlar. 70 million deyapti. Sal muzikani pastroq qilib qo'ying aka. Motor holatlari. Yoqilg'i parapanmi deyman? Ha, Parapani bor ekan. Hop. Aha. 1 sentyabr bo'lgan. Mayli, bu yerda. Hozir o'taman. Buni qani ega kim aka? Tog'a buni ma'lumotini bering.
Qanday ma'lumot? Buni nomi nima edi? Lada Priora 2170. Aha. Marka. Yurgani. Yurgani bilmayman, Instagramga qarab. Buni motorida, korobkasida motor yangi bosilgan. yangi bosilgan. Ha, anaqa texpasportga ham 5 Zapchastlar raqam qo'yilgan. zapchastlar topilarmikan? Bor. Bormi? Muammo yo'qmi? Yo'q, muammo yo'q. Necha yil haydadingiz buni? 200 gacha chiqdi. Yo'q, necha yil haydadingiz? Ha, 2 yil. 2 yil. Zapchastlar topilar. Mhm. Bo'ldi. Necha pul hisob beramiz naqd pulga? Narxini aytdim bitgan. Naqd ishtir. Endi Sotilishini ayting. ishimiz Yo'q, ham borda. sotilishini ayting. 45 bo'ladimi? Yo'q, 45. Naqd pulga 50 ta bo'ladi, to'g'rimi? 55 bo'lsa ko'rsin. Bo'ldi. Telefon raqam Raqamni aytib qo'ying, keladi. 94lik 529 0712. qayer mashinasi? Kuvdalar. Kuydalar mashinasi. Akalar kuydalarning mashinasi ekan. 50 dan olsa beraman deb akamiz ma'lumotlarni aytdik. Talapani bor ekan. Chiroqchi mashina bozordan aka. Agar videomiz uzr so'raymiz akalar. Biz birinchi qismni tugatdik, ikkinchi qismimiz lavalardan bo'ladi. Hozir